Yashaganing qasr bo'lsin, haydaganing Kia bilan Li-9 bo'lsin. Kelayotgan Qurbon hayitingiz muborak bo'lsin. Eng katta muammoing, pullaringni hamyoningga sig'dira olmaganing bo'lsin. Senga shunday muammolar tilayman. Shunchalar boyib ketginki, sen sabab bu dunyoda birorta och inson, birorta yetim va birorta uysiz inson qolmasin. Qurbon hayitingiz muborak bo'lsin. Shu niyatlarni kimga tilashni istasangiz, o'sha insoningizga bu videoni jo'natib qo'ying. Yashaganing qasr bo'lsin, haydaganing Kia bilan Li-9 bo'lsin. Kelayotgan Qurbon hayitingiz muborak bo'lsin. Eng katta muammoing, pullaringni hamyoningga sig'dira olmaganing bo'lsin. Senga shunday muammolar tilayman. Shunchalar boyib ketginki, sen sabab bu dunyoda birorta och inson, birorta yetim va birorta uysiz inson qolmasin. Qurbon hayitingiz muborak bo'lsin. Shu niyatlarni kimga tilashni istasangiz, o'sha insoningizga bu videoni jo'natib qo'ying.